Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumani Mingchinor MFI'da mana shu ko'rib turgan xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Bu xonadonimiz mana bu bitta xonadon faqat mana shu joydan to'g'ri oxirigacha bo'linadi. Bu tomoni sotuvga qo'yiladi. 6,5 sotix chiqadi bo'lganda. Ko'chalar asfalt bo'lgan, mana bu joyda bog'cha bor. Mana ko'chani boshida ham bitta bog'cha bor, maktab, bog'cha, do'kon, hamma qulayliklarga yaqin, gaz, svet, suv, internet bor. Hozir ichki tomonlarini ko'rsatamiz. Toshkent shaharga 54 kilometr. Full cityga bilmadim, 58 kilometr chiqsa kerak. Mana bu devor qilib qo'yilgan, mana shu yerdan oxirigacha to'g'ri bo'linadi. Bu xonadon yangi qurilgan o'zi. 6 yilmi bo'lgan qurilganiga. Mana bu yoqda eshik oynalari bo'lgan, yopilgan. Mana shu joydan sharoitlari bor hammasi. Bu tomonida bitta, ikkita, 3 ta xonasi. Hozir uni naryoqdan aylanib ko'rsatamiz. Bu yozgi oshxonasi. Bitta xonasi bu qishga mo'ljallab qilingan. Qishga mo'ljallab. Bitta xonasi mana bu kichkina kladovkaga o'xshagan. Bu yog'i banyasi, hammomi. Mana bitta nimasi bo'lgan, banyani isitadigan olib tashalgan. Mana bu yon tomoni, orqasida hojatxonasi, bitta tahoratxonasi, hojatxonasi. Buni mana shu joygacha mana shu yerdan to'g'ri bo'linadi. Shunda bu yoq 6,5 sotix chiqadi. Mana shu oxirgacha kelmaydi. Mana shu joy qoladi. Bu yerdan alohida mashina kiradigan bo'ladi. Mana shu devorgacha mana shu devorgacha bo'ladi. Ko'cha tomonlarini, naryoqdan uyda xonalarni ko'rsatamiz. Narigi tomon yopilgani uchun u yog'idan kiradigani yo'q. Endi bu tomondan vaqtincha qilingan. Kimdir oladigan bo'lsa o'ziga moslab turib, tepani to'sib, mashina kiradigan bir katta garaj qilsa bo'ladi. Bu tomonda ham mana aristonlar qo'yilgan, bu hojatxonasi. Bu yoqda mana dushovoylari qilib qo'yilgan. Mana boya naryoqdan ko'rsatganim to'silgan tomon. Mana shunaqa keng joyi bor. Mana bu bitta xonasi. Bu yoqda boya narigi tomondan ko'rsatildim. Sveti bormidi bu yerda? Bu bitta xonasi. Boyaga aytdim, eshigi bilan oynasi yopilgan deganman. Bu tomonida zali bor. Mana bitta katta zal. Yaxshi holatda.
Hozirgi kunda bu xonadonimizga so'ralayotgan narxi 40 ming AQSh dollari. Yana kelishadigan joyi bor. Bo'lish uchun kadastr dokumentlari hammasi topshirilgan. Bu muammo bo'lmaydi. Agar kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, kelib ko'raman deydigan bo'lsa, lokatsiyasini tashlab beramiz. Bemalol kelib joyida o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Bu hujjat masalasi bo'yicha muammo bo'lmaydi. Topshirib qo'yilgan, hozir chizmalari qilinadi, bo'linadi.